Azizlar, ingliz tili birinchi darsiga xush kelibsiz. Birinchi darsda biz kishilik olmoshlari, ya'ni personal pronounsga urg'u beramiz. O'zbek tili kabi ingliz tilida ham kishilik olmoshlari birlik, ko'plik va shaxslarga bo'linadi. Mana ko'rib turganingizdek, I men, you sen, she u qiz bolaga nisbatan, he u o'g'il bolaga nisbatan, it u jonsiz narsalarga nisbatan, we biz, you sizlar, they ular. Undan tashqari bugungi darsda to be fe'liga ham urg'u berib ketmoqdaman. Demak, to be fe'li bo'lmoq degan ma'noni anglatib, shaxslarga nisbatan tuslanadi. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Qachon ishlatamiz? Demak, ingliz tilida doim gap ega va kesimdan iborat bo'lishi kerak. Agar bizda, ya'ni verb, bularga yana to'xtab o'tamiz. Demak, buni ega va kesim deb olsak, agar gapimizda ish harakat bo'lmasa, biz bo'lmoq fe'lini ishlatishimiz lozim. Demak, o'zbek tilida biz men baxtliman deb gapni tugatsak, ingliz tilida, demak, bu yerda ish harakatimiz yo'q. I am happy. Ikkinchi misol, sen o'qituvchisan. Ingliz tilida you are a teacher. Bu yerdagi a artikliga keyin alohida to'xtab o'tamiz. Hozirda shunday birikma sifatida yodlab oling. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.